بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله حمدا لا إله إلا الله وصل على محمد وصحبه أجمعين. Müslüman kıyırındaşlarımız, bulup mu Uygur Müslümanları, biz hazır devrinin en kıyın bulgan bir sınıqdın, Allah Taala'nın en muhim ve qattiq bir sınıqdın ötüvatımız. Dinsizler bizge itiqadi tarafdan, iqtisadi tarafdan, aziyatdan, intiqam alish tarafidan her xil aziyatlarni bermekte. Bizning en muhim ve en qattiq suydigan dini itiqadimizdan ibaret tarixdan tatib biz çın turib kelgan itiqadimizni, Allah'a bo'lgan muhabbatimizni yo'qotishga, Payg'ambar alayhissalatu vassalamga bo'lgan sevgimizni o'chirishga, Qur'on va hadisga bo'lgan hurmatimizni yo'qotishga, Alloh taologa bo'lgan qulchilik ibodatlarimizni uning mohiyatidan ayirishga, hattoki shakllarini o'zgartirib bizni dindan ayırgan bir dinsizlik hayatga o'zgartirishga tirishmoqda. Yani İslam dinimizni sosyalizm yoki kommunizm diniga o'zgartirishga tirishmoqda qarindoshlarimiz. Biz mana shunday qiyinchilikda turmoqda. Nurg'un singillarimiz kesilib turmlarda yatmoqda. Nurg'un suyumlik o'g'illarimiz, yoshlarimiz dinsizlikqa ve her türlük yaman günah ma'siyatlarga mecburlanmakta ve ulag'ımı turmularda aziyatlar ve cemiyetlerde her türlü bisimler kelmekte. Mana shundoq aziyat, mana shundoq ibtilo, mana shundoq sinoq bizga dinsizlar tarafidan kelyotdi. Biz yaşayotgan davrdagi butkul dunyo musulmonlariga kelayotgan aziyatdan sirib, bizga kelayotgan bu aziyat qatma-qat va kech-kunduz davomlashyotdi ve shundoqla bugunidan atisi, hozirqisidan keyingisi, hozirgi minutdan keyingi minutning aziyatlari tiximi qattiq bo'ladi. Mana shundoq aziyat kelayotgan mushu davrda biz Uyg'ur musulmonlarining mas'uliyati zodirmi? Bo'libmi yoshlarning mas'uliyati zodirmi? Atalarning va qizlarimizning mas'uliyati zodirmi? Mushu savolni o'zimizga so'rashimiz, biz mushu sınaq, mushu imtihondan loyiqida o'tib, Allah oldida majburiyatimizni joyida ado qilib, musulmon ummatigimi va Uyg'ur musulmonlarigami joyida javob beraylikdek, oxiratda Payg'ambar alayhissalatu vassalam bilan Havzi Kavsarda jannatda ko'rishaylikdek bir javobni o'zimizga hozirlashimiz, bir amaliyotni o'zimizga hozirlashimiz bizga lozim. Undaqda bizga kelayotgan bu sinoq zodi nima uchun kelgan? Alloh taolo bu to'g'riliq Qur'oni Karimda shunday deydiki: لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Yani bu ayette bizge birinci qilib şunu ko'rsatdiki, Allah Taala biz Müslümanlarni evvelen sınaydı. Sınaş, muşundaq bala imtihanlarga yo'l qo'sh, mushu imtihanlardan o'tish Allah Taala'nın biz Müslümanlarga qo'ygan qonuniyati. Ve şundaqla dünyadaki her qandaq bir insan sınıdı. Bu sınaqdan o'talganlar mush sınaqqa to'g'ri muomala qilib, yaxshi natija yaratishga tirishganlar Allah Taala'nın oxiridagi g'alabiga va rahmatiga erishalaydi. Bu oyatning qisqasi tunishtirilishi va hukmi ma'nisi Allah birinchi qilib shunday deydiki, sizlar mollaringlarda sinsizlar, ya'ni tijoratda ziyon tortib yoki har turli turmush kasblari va tijoratlarimiz qiyinlashib mollaringlarda ziyon tortisizlar, sinsizlar. Eng muhimi hozirgi biz Uyg'ur musulmonlarimizga o'xshash dinsizlar mallarimizni musodir qilish, tijoratlarimizni har xil turmush va kasb o'rinlarimizni cheklash, dinsiz Xitoy millatlarini o'rinlashtirish orqali va bizning iqtisodlarimizni cheklash va iqtisodi bor kishilarimizni solash, tutush, her türlü zarb berish orqali mallarimizni, iqtisodimizni to'ngiltish yoki bor iqtisodimizni sirtlarga o'tkazmagan yoki vatanda yaxshi tijorat qilmagan tufaylidan her türlü iqtisodiy bo'lgan jirimona yoki her türlü iqtisodiy jazolarni yurgizganlik tufaylidan iqtisodiy ziyonga uchrash orqali mallari bilan, yani Allah bergan iqtisod bilan sinsizlar. İkinci, anfusikum, o'zinglar, yani sizlarning ruhinglarga her türlü bisim, dinsizlik iddisi, imandan ayrilish yoki yaman tushuncha, xato fikrlarning iddiyalarga tingilishdan iborat bo'lgan to'g'ri imonda haqda turish yoki ozg'unlikqa yuzinib ketishdan iborat bo'lgan yoki kofirlarning bisimining yomonligidan to'g'ri yo'ldan azib ketish qarta har turli tushkunlashish, har turli bisim tufayli sizlar iymoninglar, fikringlar ruhiy tarafdan sınaq qo'shaysizlar. Mushraqda Allohni tanlagan, iymonni tanlagan, to'g'ri bo'lgan fikrini tanlaganlar natijaga erishishlar. Ammo xato fikri, xato iddia, kufri, dinsizlarga ma'qul deb izib ketganlar, ularning bisimida dinni ching tura olmay haqdan yana olganlar dunyodami, oxiratdami xor bo'lishlar degan asosda Allah Taala bizning ruhimizni sinaydiganligini. Yana bir ma'nosi jalla nafsinglar sinaq qushlaydi. Yoki her türlü musibetlerde ölüp gidadigan ishlar bo'ladi. Ballardan, ota-onasidan, urug' tuqqanlardan, bir tuqqanlardan ayrilib qoladigan ish bo'ladi. Yoki dinsizlar kesim kesadigan, atadigan, solaydigan her türlü aziyatlar bilan turumlarda yetib qoladigan ish bo'ladi. Bo'libmi hozirgi davrda bir tuqqanlari, urug' tuqqanlari etilib ketmagan yoki tutulib turumlar yatmagan musulmon Uyg'ur qarindoshlarimiz qolmadi degudek bo'lib ketdi. Agar bizning zodi bir tuqqanlarimiz, urug' tuqqanlarimizdan turumlarda yatqanlar yoki kesib ketganlar bo'lmasimi har bir musulmon bizning diniy qarindoshimiz, bizning uydagi urug' tuqqanimizdimi bak bizni o suydigan, o bizni suydigan, onu söyleyenlikimiz için cennet kirdigan biz bir mümin qarindosh.
İnnemel mu'minune ihve. Rasulullah, müminler dinde kıyırındaştır. Bu kıyırındaşlık bu dünyada mı, ahirette mi asıqlıdığan haqiqiy kıyırındaşlık. Kıyırındaşırımız, mana şundaq kıyırındaşırımız turmulağı kesip ketişi bilen yoki şehit qilinishi bilan nurg'un qiyrindoshlarimizning jonlariga ibtalo sinoq kelyotidi. Üçüncü sinoq Allah subhanahu wa ta'ala dinsizlardan her türlük aziyetlerinin kelişi bilan sinaydi. Dinsizlar her türlük yaman teşvikatlarını, her türlük orun ve yurtlarda Müslümanların keynidin yaxşı İslam üçün xizmat qılıbatqan Müslümanlar cemaati, yoki Müslümanlar topi, yoki Müslümanlar rəhbərləri, ustazlar, dini qırındaşlarının keynidin yalğan ösme, ösek sözlerini tarqıtış arqılıq aziyet berdi. Bizning yurtlarimizga o'xshash tutib so'lash, o'ltirish yoki ahonat qilish jamiyatda har turli yomon badnomlarni, tuhmatlarni chaplab, ularni musulmonlardan, jamiyatdan ayirishdan iborat bo'lgan aziyatlarni berish orqali nurg'un aziyatlarni mushriklar, dinsizlar, kitob ahli, xristian, yahudlar musulmonlarga zaman bo'yi qiladi. Təşviqat vasıtı arqılıq, televizor, internet torlar arqılıq Müslümanlar obrazını, haqqaniyetçiler, Allah yolunda müstəhkəm turğanlarının namını, yüz abroyunu, ularının haqqatda çıqın turvatqan haqq meydanını ayıblaydı, söküdü, əziyyət beridi. Mana bu şundaq sınaqlarga uçrayışılar. Mana bu hazır naq meydanda kürüvatılıq o. Müslümanların rəhbərləri, Müslümanlar haq qıldı müstəhkəm turvatqan Müslümanlar cemaatini, dinsizler, biz Uygur Müslümanlarını, həmmimizni her türlü bətnamlar bilen, her türlü əziyyətlər bilen, televizor, tor, internet, dünyanın həmmi insanlarına sət köz üçün, hatta çət əllərdə her türlü yaman suiqas planlarını, oyallarını oynap, Müslümanlarını bir-birine sətləşdirib, sət köstüb, dünya insanlara sət köstüb, özümüzün halkıga, yaxşı kişilerimizi sət göstüb, Müslümanlarını, dünyanı aldatmakta. Mana şundaq əziyyətlərni biridir. Demek, əziyyətin üçüncüsü, bizge ahanet, bisim, çükülləşdiriş, til ahanet qilish, təşviqat midyasından paylanıb, Müslümanların yüz abroyunu çürüş, turmulağı solanğan Müslümanlarını namaz okuğanlıqı, yoki Allah'ını esigenliki, ya bıraktım tərat əfsağanlık üçün, şunca qattiq til ahanetlerden o'xshash. Mana hozirgi mezgilde İslamçı kiyingen, yoki İslami bo'lgan bizning etiqodimiz yoki ibodatimizni saqlaymiz degan Müslüman qarindoshlarimizni, ya ro'stimiz, ya namoz o'qiymiz degan Müslüman qarindoshlarimizni mana Ramazon oyida yıkılışıp gelmekte. Her türlü sət ahanetler bilen, əziyyətlər bilen əziyyət qilib, nurgun sığınlarımız, nurgun qiyindaşlarımızını yurtda qo'pirab qo'yib, elinin aldığı açıqib qo'yib, til ahanet qilib atqandak, əziyyət berib atqandak, muşunda əziyyətlərə uçuşurlar. Demek, mana muşundaq əziyyətə uçuşuş, mana mundaq sınaqlarının kelişi ras müminlər bilen münafıqlarını, setilmeler bilen, hainler bilen, Allah'ı sadık, halis müminlerini ayrıdığan müşundaq sınaqçılara kiridi. Dep bulup Allah deyir ki: "Ve in tasbiru ve tattaqu fe inne zalika min azmil umur." Agar sizlar müşundaq aziyat, müşundaq hapılık, müşundaq qiyinchiliklarga sabr qilsanglar, bardoshlik bersanglar, aziyat, qiyinchilik, jafo mushaqqatda keyniligi yanvamay, ching turib haqni oshkora qilishga, kufrning ta'siriga qarshi turishga, iymonni, islomni, o'zinglarning
to'g'ri bo'lgan haq talabinglarni maydonga keltirishda kufrning barliq zo'migarlik, zo'ravonliklari qarshi turishda ching tursanglar, vatattaqu o'zinglarni kufrning har turli ta'sirotlari, yomon iddialari, yomonliklari, ularning har qanday tashviqotlari va aziyatlaridan keladigan yomon tushkunlikdan o'zingni saqlasanglar, mag'lub bo'lish, tushkunlikdan, irodanglarning bo'shab ketishidan o'zingni saqlasanglar, iymoninglarning ojizlashib ketishidan o'zingni saqlasanglar. Ham shundaqla, yana bir ma'nosi Allohdan haq qo'rqib, Allah rozi bo'ladigan ishlarni qilib, Allah to'sqan ishlardan yenib, Allah Taolaning dinini o'zinglarning jamiyatida, hayotida, musulmonlarning hayotida oshkora qilishga tirishchanlik qilib, Allah Taolaning dinini qilsanglar, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hammanglar Allah Taolaning og'amisiga, diniga istinglar, hammanglar to'plashib istinglar degan. Hammamiz mushundaq qiyinchilik, mushundaq aziyatlar bizni birlashtirib, hammamiz bir Allohning diniga, birlikka, islomiy qarindoshlikqa, Qur'on hadis nuriga, dinsiz kafirlarning tajovuzchilikqa, zulmiga, askilik qarshi turishga, ojiz bo'zaq qilingan musulmon qarindoshlarimizni qutqizishga tirishchanlik qildigan birlikka mushundaq isilsanglar, mushundaq taqvoliklarlikni qilsanglar, mana mushundaq qilish irodalik, mustahkam iymonliq kishilarning ishi, ya'ni Alloh taolaning hurmatiga, rahmatiga, g'albisiga, oxiratda jannatiga erishadiganlarning ishi deb Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda bizni mush sinoqdan to'g'ri o'tishga buyurdi. Shuning uchun qarindoshlarimiz har birimiz Alloh taolaning yo'lida mustahkam turamiz. Biz mush sinoqdan joyida o'tamiz deydikanmiz. Biz mush sinoqning tarafdor bo'lgan, bizdan Alloh talab qilgan talablarni joyida o'rnashimiz kerak. Şu Allah dedi ki: "Men amile salihan min zakarin aw unsa ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyibeten ve lenecziyennehum ecrahum bi ahseni ma kanu ya'malun." Biz yuqorqi sınaqlardan o'timiz deydikanmiz, bir tirishchanlik qilishimiz kerak. Birlik, kuchliq, mustahkam bir qo'rg'on bo'lib, har birimizni kuchaytirish orqali dinsiz kommunistlarga har turli dinimizni va musulmon ummatini bo'libmi Uyg'ur musulmonlarimizni yer sharidan yo'qotishga, ularni hech nima qatorida hech qandaq bir o'rin yo'q narsa qatoriga aylantirishga tirishayotgan mushu dinsizlarga qarshi biz Uyg'ur musulmonlarimizga igi chiqishimiz kerak. Igi chiqishning birinchisi Allah subhanahu va taolo deydi ki: "Er bo'lsin, ayol bo'lsin. Allah oldida mayli er yoki ayol her ikkilisi beraber. Fakat bu şekildeki olmuş işlem xalas. Şekildeki kun işlem xalas. Kim bunu diken Allah'ın sınırını öteş için kılıdığan birlam iş amile. Yani faaliyetçen buluş. Fikridimi faaliyetçen buluş. İtikadımı faaliyetçen buluş. Hareketimi faaliyetçen buluş. Kürüşü, cihadı, hizmet edimi her qandaq bir olim bo'lsin, yoki talib o'quvchi bo'lsin, yoki ziyoli bo'lsin, yoki ota bo'lsin, yoki ona bo'lsin, yoki ayol bo'lsin, yoki er bo'lsin, yoki oiladagi bir shaxs, kichik o'smirlar bo'lsin, har mu'min bo'ladi ekan,
Her qandaq yaş bolsun, oğul bolsun, bay bolsun, namrat bolsun, her birisi Allah bergen nimet bilen qandaq qiladi? Faoliyatchan bo'ladi. Turib olmaydi. O'ltirib olmaydi. O tirishidi. Kurash qiladi. Ha? İşlaydi. Tirishchanlik qiladi. Amaliy faoliyat orqali o'zining Alloh taologa sodiq ekanligini, payg'ambarga sodiq ekanligini, dinga sodiq ekanligini, musulmon ummatini to'g'ri boshlashga, baxtsizlikdan, qullikdan, xorlikdan qutuldirishga tirishchanlik qildiganligini amaliyat orqali isbotlaydi. Muşu ispatlashda mu'min turib, avvalan yani qalbi Allah'a bağlangan turib. Bu sınavda ötüdüğün adamның birinci şartı şundaki, o bolsumu imanlık buluş. Yani qalbi Allah'a bağlangan buluş. İkincisi çokum faaliyatchan, hareketchan buluş. Quruq arzu bilan emas. Muşundaq küfrü, dinsizlarning tajovuzchiligini, zulmgarligini, ularning musulmonlarga qilayotgan aziyati va ichivatgan urushi va musulmonlarni yo'qotish uchun qilayotgan barliq suiqasdga qarshi o'zining haqiqiy iymoni bilan amali yaxshi bo'lgan harakati va xizmati bilan bular qarshi turdi. Mana mushundaq mu'min, mana mushundaq mu'minlarni, mana mushundaq kishilarni, mana mushundaq xolis musulmonlarni biz yaxshi hayotda yashatkizamiz. Yani bu dünyada iman bilen, İslami bo'lgan erkinlik bilen, küfrü dinsizlarning qo'ldan qutuldirish bilen, yaxshi bo'lgan hayotga, o'ziga o'zi xo'jayin bo'lgan, Allah onunğa topshirgan dini amonatlarni joyida oshkora ado qiladigan vaziyat, hokimiyat, jamiyat, dunyo ega bo'lgan shunday yaxshi hayotga ega qilamiz. Biz ularga ular qilgan amallarining eng güzeliga ajr beramiz, mukofot beramiz deydi. Qaranglar. Ajoyib gap qiladi. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Yani biz qilgan amalning, biz qilgan harakatning, biz qilgan tirishchanlikning eng güzeli, eng yaxshisi, eng Allohga sodiq bo'lganiga. Yani buningda 3 ma'noni bildiradi. Birinchi qilgan ishimizda Allohni ko'rib turgandek, Allah bizni ko'rib turadi qilishimiz, deb qilishimiz. Riyodin, munofiqdan, xoinlikdan, osilikdan, bulduqlarda tashab qo'yishdan xoli holatda natijasini Allohning oldi ko'rman. Mush ojiz bo'lgan Uyg'ur musulmonlarining bir beshini silab qo'yay, mushni to'g'ri başlay, mushniga yordam qilay. Mayli ilmim bo'lsa ilmim bilan, iqtisodim bo'lsa iqtisodim bilan. Fanni, kasbi mening qobiliyatim bo'lsa qobiliyatim bilan mush musulmonlarni zulmdan qutulishga yordam qilay. Yüz obro'yim bo'lsa yüz obro'yim bilan. Menda bor yoshlik bo'lsa yoshlik iqtidorim bilan mush musulmon ummatining dunyo oxirat baxtiga erishish uchun bir tirishchilik qilay. Allohni rozi qilish uchun, jannat kirish uchun men o'zimning Alloh oldi bo'lgan mas'uliyatimni joyida ado qilay deb eng go'zal bo'lgan Alloh taolo rozi bo'ladigan ishni Allah ko'rgandek eng go'zal holat qiladi deydi. Ikkinchisi qilgan ishni nihoyatda yaxshi qiladi. Qilgan ishi eng chiroyli yaxshi bo'ladi. Masalan, yomon gap qildiganning o'rniga yaxshi gap qiladi. Achchiq qildiganning o'rniga yaxshi muomala qiladi. O'z musulmon ummatlari va qarindoshlar qarta kuyinadi, shafqatli qiladi. Qilgan yaxshi amallarni eng chiroyli, go'zal ravishda qiladi. Üçüncüsü qilgan yaxshi amalning eng yaxshisini tanlab qiladi. Ma'mi yaxshi, avmi yaxshi bo'lsa, eng go'zali, eng yaxshisi Allohning oldida eng ajib bo'ladigan. Shundaq
Qasımı Allah'ın rahmeti rizalığını qırdıgan, şundaq şehit olup ölüp gitip Qasıma derhal cennet kirdigan en yaxşısını, en to'g'risini tanlab qildi. Gumonliq, vahimlik ishlarni qilmaydi-ki, en to'g'ri bo'lgan Qur'on hadisga en uygun kirdigan, en yaxshisi bo'lgan, en dinning en ashaddiy dushmani bo'lgan kufri, dinsiz Yahudi, Hristiyan Allah Taolaga en o'chmanlik bo'lgan, en Allohning o'chmanlik qilib musulmonlarni sotgan mushrik kafir dushmanlarini tanlaydi, en go'zal bo'lgan, en yaxshi bo'lgan e'tiqod, yaxshi ishni qiladi degan bo'ladi. Yine Allah Subhanahu va taolo deyki, İnna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Biz yer shari ustidagi barliq narsalarni yer shari uchun bir zinat qildik. Nimishqa? Biz insonlar barliq dunyo ahlini ularning qaysisi mushu Alloh bergan ne'matda yaxshi ish qiladi deb. Sınav shundaydi. Demak, Alloh taolo bizga bergan bu dunyodagi barliq ne'mat, xotin, balavaqa, oila, dunyo, hayotlik, hokimiyat, davlat, fan taraqqiyot hammasi biz uchun bir sinov, bir qoldirimiz. Hozirgi dunyoda yashayotgan barliq zo'migar podsholarga, tajovuzchi kofirlarga bu dunyoning hammasi sinov. Ularga biritilgan bir shaxsiy mulk emas. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ellezine tagav fil belad ve aktharu fiha al-fasad, fasabba aleyhim rabbuke savta azab." Şehirlerde çikidin aşkan, yani şehirge sakçı, asker, her türlük zomiger, tacavuzçı, dindin dostuduğun, Müslümanlığa eziyet verdiğin her türlük zomigerlerini şehirlerde kurup her türlük dindin ve İslam'ını yaklaştırdığın buzguncu uğurlarını şehirlerine silip Müslümanlarını Allah'a işengellik için turmulağa her türlük eziyetlerine yoruqtırdığın ve taşlaydığın her türlük yaman akıbetler, yaman suikastlarını Müslümanlığa kıldığın, lakin cemiyetinde daim yamanlık organlarını Müslümanlığa tecavüz kıldığın lagirlerini harbiy organlarni açıdığan, muşundaq Allah onun peygamberge ve dinine ve Müslümanlığa ve insaniyetke çikin eşiş faaliyetini edip baradigan muşundaq kişiler bularga Parvardigarın azap qamchini yağdırdı dedi. Yani qamchi oqmoq kelgandek Allohdan bularga bir qitim balo kirdiki, bular bu balodan bosh ko'tarolmaydi. Nuh alayhisolamning qavmini Alloh halok qilgandek, Gitlerni Alloh halok qilgandek, yine nurg'ulg'an dinsiz raislarni Allah bir kunda elib ketgandek, Allah bu kafirlarni halok qiladi. Andaq bo'lgan ekan, sizlar musulmonlar Allohning sinigidan joyida o'ssanglar, Allah sizlardan talab qilgan ishlarni yaxshi qilib, faoliyatchan bo'lib, Allah Taola'nın üstünlerde koygan mesuliyeti, amanetini, yani dini amanetini, Müslüman ümmeti amanetini, bulup mu bizdek zulümge uçuğan aciz Müslümanların mesuliyet amanetini cayda da kılıp, Allah Teala'ya halis bolsanlar, Allah sizlerge düşmanlarını halak kılıdığan şu sizlerinin gam endişenliğe Allah iyi buludu deb Allah Teala mana şu ayette bizge alohida va'da qildi bir tuqqaldırımız. Şuna her birisimiz muşu sınavdan joyida o'tib Allah Teala'nın bizni özünün qalbimizga erishtirishiga, bu dunyo va oxirat özünün yaxshi hayotiga erishtirishiga ega bo'ladigan bir loyiqida xolis musulmonlardan bo'lishga tirishchilik qilaylik. Allah her birisimizni dinsiz kafirlarning zulmidan, tajovuzchiligidan, yomonligidan qutqarsa. Bizga dunyoda mu, oxiratda mu yaxshi hayot ato qilsalar. Dinsiz kafirlarning turmularida, xabliqlarida qiynashirib qolib qolgan shu musulmon ojiz qiynashirimizga ey ulug' Allah, alohida yordam ato qilsalar. Ey mehribon ulug' Allah, her bir musulmonlarimiz ve her bir Uygur musulmonlarimizning qalbiga Allah'ını yaxshi ko'rishni, Payg'ambar alayhisolamni yaxshi ko'rishni, musulmon Uygur
xapılıqda qalğan, qiyinchilikda qalğan musulmonlarimizga alohida ishorat etishni va dunyoning har qaysi yeridagi ojizlik qilayotgan musulmonlarga ishorat etishni, o'zining Alloh oldidagi va din oldidagi va musulmonlar oldidagi mas'uliyatini haqiqiy to'laydigan xolis musulmonlardan bo'lishimizni o'zi nasib qilsa va bizga eng tez bo'lgan yordam bilan yo'lga Alloh yordam ato qilsa. Hasbunallohu va ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'mal nasir. Allohumma salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain. Allohumma barik ala Muhammad va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.